Assalomu alaykum qadrli do'stlar, Farg'ona shahar Oqari mahallasida sizlarga bir joy topib qo'ydim. Mahallasi Mo'ljal Obid aka choyxonasining oldida mana shu xonadan sotilyapti akalar. Uyga kiramiz, to'g'ri ma'lumotni beramiz akalar. Bugungi manzil Farg'ona shahar Oqari mahallasida sizlarga kattagina bagati 14 sotilik hovli uy joyni topib qo'ydim. Mana shu hovli joy sotilyapti akalar. O'zlaring bitta ko'ringlar, mabodo qalblaringga mana shu xonadan tushsa kelib olishlaring mumkin. Akalar, uyimiz to'liq pishirishda bo'lgan aka. Boringki, bularning o'ziga 12 lik, 14 lik armatura qo'yib, sezmada qo'yganman deyapti akalar. Kirib oling mana. Aynalarimiz aka Kalyonning ayna deyilyapti aka. Mana bu oshxona mana, kattagina studiya format. Oluvchi odam o'ziga xohlagan joyda bo'ladi. To'pli pol qilingan aka, elektromontaj qilingan, santexnik ishlar qilingan, faqat remont qo'ygan xolos akalar. Va endi katta studiya formatda qilingan. Oluvchi odam o'ziga xohlagandaqa bo'lib olish imkoniyati bor akalar mana. Bu studiya bo'lsa, aytagina kattagina nima bor. Sanuzel bor mana. Sanuzel bor. Aytagina katta xona bor. Tashqariga yo'lagimiz bor mana. Aka zina qilsangiz aka shu bo'ladi qoladi. Ikkinchi qavatga yo'lagimiz bor. Hop, ikkinchi qavat ham xuddi shu holat mana. Kino studiya. Mana aka. Mana to'pli pol qilingan. Santexnik ishlari bo'lgan. Mutloq mo'lja qilingan. Kattagina joy mana. Kalyonning aynalar. Sanuzel. Bitta xona. Va yana xona. Studiya bo'lsa, atrofini yopib qo'yishgan. Bunisini 3-qavatli mansard. O'zi uchun bo'lib uxlash yoki bilyard, tennis stol qo'yib, mana shu yerda cho'tki qilsa bo'ladi aka, baland aka. Akalar, xudo xolasa, qo'ldan kelgan ma'lumot berdim akalar. Mana shu joy necha pulga arziydi, necha pulga sotsa bo'ladi akalar. O'z fikrlaringizni kommentda qoldirib, unga qarab narx qaramiz. O'zi Oqarida 1 sotik yer $5000 bo'lyapti. 14 sotik yerda o'zi. Qo'shimcha qurilish qilgan endi 3 qavatlik qancha ketgan vallohu alam. Narx kelishamiz akalar. Qiziqsang kelib olishlaring mumkin. 14 sotiklik joy, svet, suv, gaz, kanalizatsiya bor. Qo'ni qo'shni cho'tki akalar. Narxini kelishamiz aka. Kelinchi bitta hisob qilaylik, agar mabodo ko'ling o'tirsa, shat sotib olamiz uyda akalar. Qilgan xonasi. Mana yerda mana yama bor, kolodis, kanalizatsiya bor. Oshxonaga alohida, hojatxona alohida qilingan, teraza piltishib bo'lgan. Mana deyapti, mana kelajakda menga basseyn qilaman degan uyda egasi qilmayapti. Oluvchi o'zi odam o'zi qiladigan holat mana. Arqa domol, mangal, sangalli joylarimiz bor. Arqa tomonga bitta, ikkita nima tushgan, eshik qo'yishgan shuning uchun. O yerda o'sha santexnika ishlari qilingan mana. Qum suvoq bo'lgan